Assalomu alaykum. Men bugun sizlarni yordamingiz bilan pirog tayyorlamoqchiman. Qani boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi to'rtta tuxumni chaqib idishimizga solamiz. Uni ustidan shakar solamiz. Ikkalasini yaxshilab mikserlab olamiz. Yaxshilab aralashtirib mikserlab oldim. Endi qatiqni qo'shamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Oldindan tayyorlab olganman. Buning ichida yarim choy qoshiq vanilin bilan 1 choy qoshiq razrexitl bor. Bularni aralashtiramiz. Mavzuyimiz uyda boridan taom tayyorlaymiz deb qo'yilgan. Uy sharoitida hozir bizda sariyog'imiz yo'q ekan, shuning uchun oddiy salatoviy yog'dan foydalanyapman. Oddiy salatoviy yog' solamiz. Elab tayyor qilib olganman. Endi buni oz-ozdan solib aralashtiramiz. Chunki anaqa qo'yg'am, suyug'am bo'lib ketmaslik kerak. Tayyor holatga keldi. Buni ikkiga bo'lib olaman. Bezak uchun pirogimizga 1 osh qoshiq kakao qo'shamiz. Kakaoli massamizni ham bir mikserlab olaman. Mikser qilsangiz silliq chiqadi. Endi oppoq anaqamni massamni quyaman. Menimcha nimam katta. Bu asallig'imga idishim kattalik qiladi-yu. O'zimiz uchun skоворodkada qilardim-da. Hozir endi videoga olish uchun sal chiroyliroq chiqsin deb kecha qolip sotib olgan edim. Qolipim katta. 4 ta emas, 6 ta tuxum qilishim kerak ekan. Shu
qilgan xarajatimni 2 barobar ko'paytirishim kerak ekan menimcha. Pishib chiqsin-chi nima bo'lar ekan. Bezak uchun o'zimizni oddiy mehmonlar uchun olib qo'ygan shokoladlarim bor edi. Shundan maydalavordim. Ichida butun bo'lib chiqib tursa shirin bo'ladi. Yong'oq. Duxovkani qizdirishga qo'yib qo'yganman. Qizim bizni kutib turibdilar. Omad tilaylar. Yaxshi pishib chiqsin. Mana ko'rinishi. Endi pishganda ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan. Bir ikkita suv tavalamay ichidagi havolar chiqib ketsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Allohim, sharmanda qilmagin. Bir tomoni sal pastroq, bu tomoni balandroq. Duxovkaga qo'yishda sal adashibroq qo'yibman, shuning uchun bir tomoni sal pastroq, bir tomoni balandroq pishdi, lekin ko'rinishidan juda ham mazali o'xshayapti. Qani kesib ko'raylikchi. Chiroyli tomonidan kesamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ichlari ham pishgan. Juda ham chiroyli. Mazasiga ham gap yo'q.